Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlarni ushbu videoda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videoda do'stlar biz 21-serverga kirdik va Voynsk ko'chasiga ishga kiramiz do'stlar. Va do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ysangiz keyingi videolarimiz sizga yetib boradi do'stlar. Va hozir biz Voynsk ko'chasiga yetib keldik va do'stlar, sizga eslatib o'tamiz. Ishga kirishda eng kerak bo'luvchi bu dokumentlar pasport, litsenziya va medkarta do'stlar. Agar bilmasanglar, hozir sizlarga bir boshda o'rgatib o'taman. Ya'ni qayeri to'g'ri kelish kerak va bo'lish kerak. Pasportda bezraботный va qonunga bo'ysunish 76, ya'ni hozir meniki 76 va 100 bo'lish kerak o'zi aslida. Va minimum 10 dan tepa bo'lishi kerak do'stlar. Va litsenziya keladi degan bo'lsa, yes bo'lish kerak, ya'ni litsenziyaga оружиеga litsenziya bo'lishi kerak do'stlar va medkarta zarur bo'lishi kerak do'stlar. Va bo'lmasa biz videoni boshladik. Здравствуйте deymiz. Vina priziv deyapti. Biz yakvan deymiz. Menimcha bu adashib ketdi. Biz hozir da qo'shilmoqchiman deyapman. Va hozir biz Sobitovaga o'tkazib olamiz. Ya'ni bu Sobitova deysizlar do'stlar, biror nimani ya'ni berish, olyapman, beryapman degan ma'noda keladi. Shuning uchun sizlarga maslahat Sobitova deysivadan foydalaninglar do'stlar. Va hozir biz Sobitovada pasport va karmanini yozdik. Yana deysivada do'stlar biz открыл karman deb yozamiz. Hozir pasport adashib ketdim. Hozir ochig'i o'yinga anchadan beri kirmaganim uchun adashib ketdim. Hozir buni o'chiramiz. Endi открыл karman и dostal pasport deb yozamiz do'stlar. Bo'ldi, endi jo'natamiz va Sobitovaga o'tkazib turib pasport va ruke deb yozamiz. Ya'ni pasport qo'limda deb yozyapman do'stlar hozir. Endi biz yana действиеga o'tkazamiz. Передал pasport человеку напротив deb yozamiz do'stlar. Передал pasport человеку напротив. Menda tekstment ishlayapti, lekin sizlarga tushunarli bo'lish uchun o'zim yozib chiqaman shu klaviaturada. Bemalol tekstmentsiz ishga kirsa bo'ladi. Bu oson. Va mana hozir do'stlar mana berdim, ya'ni pasportimni topshirdim. Endi hozir ko'rib chiqqandan keyin javobini aytadi. Buning uchun biroz kutib turamiz do'stlar. Так, xo'sh do'stlar, va mana vash medkarta и litsenziya. Shu paytda shoshilmaymiz. Bunaqa non RPda bez RP desa, umuman yozmasdan berasizlar medkarta va litsenziyalaringizni. Hozir men birinchi bo'lib turib medkartani beraman. Mana berdim уже. Endi medkartani ham ko'rib chiqqandan keyin litsenziyani beraman. Hozir litsenziyani ham beramiz. Mana berdik. Endi xo'sh, buni javobini eshitamiz va biroz kutganimizdan so'ng bizning dokumentlarimizni tekshirib javobini aytadi. Xo'sh. Va mana хорошо, готовы к психтесту, ya'ni shu psixtestga tayyormisan deyapti. Da deymiz. RPda yozsa RPda javob berishinglar maslahat beraman. Non RP bo'lsa non RPda yozishinglar maslahat beraman. Da deb yozganimizdan so'ng RP chatda do'stlar hozir bizga savol beradi. Так. Что у меня в руках deyapti. Ya'ni qo'limda nima bor desa, sizlar dokumentinglar berdilaringiz, shuning uchun gap topa olmasanglar, mo'y dokument deb turib RPda yozishinglar maslahat beraman do'stlar. Va mana mo'y dokument deb yozdik. Endi biroz kutib turamiz, nima der ekan. Xo'sh. Qani bu menimcha o'zi boshqa joyga ham yozyapti. Kimlardir gaplashyapti yo'q. Va do'stlar, fursatdan foydalangan holatda do'stlar aytib o'taman, bu hozir yangi narsa qo'shilibdi ishga kirishda. Mana dokument topshirdim deb yozdi mana. Ya'ni bu действиеda yozibdi. Xo'sh, endi nima der ekan?
Va do'stlar, bizda yangi xizmat ochildi, ishga kirib berish do'stlar. Buning uchun bizni kanallarimizga qo'shilib turib va mana ozgina kuting deyapti. Bo'ldi deymiz, хорошо deymiz. Va kanallarimizga qo'shilib turib ish so'zini yozamiz, ya'ni rishotka ish so'zini yozamiz. Kanallarimiz esa ushbu video opisiyaniyasida bo'ladi do'stlar. Va meni adminim va o'zim ishga kirib beryapman hozirda do'stlar. Obzonam oddiy ishga kirib berish ham xizmatimizda bor. Agar men javob bera olmasam, adminim javob beradi. Adminimning lichkasini ushbu video opisiyaniyasida va Telegram, Instagram va YouTube silkalarini ham ushbu video opisiyaniyasida qoldiraman do'stlar. Bemalol kirib yozishinglar mumkin. Va mana bizga non chatda MGTKSK zelenoy zonani so'rayapti. Endi biz buni yozib chiqamiz, ya'ni MG nima, TK nima, SK nima, o'shanaqalarni. Va mana hozir MG bu Meta Gaming, TK bu Team Kill, SK bu Spawn Kill bo'ladi. ZZ bu zelenoy zona bo'ladi. Hozir shunaqa qilib yozib chiqamiz. Xo'sh, MG Meta Gaming, TK Team Kill. Shu paytda do'stlar, SK esdan chiqib qo'ygan ekan. Zelenoy zonani ham ochig'i qanday yozish esdan chiqib ketgan ekan do'stlar. Shuning uchun biroz ikkilanib yozdim. Chunki uncha o'yinga kirmayotgandim. Endi mana o'yinga kirishni boshladik. Xo'sh. Klaviaturam ozgina ishlamayapti, shuning uchun ozgina qiynalmayapman. Zelenoy zona deb yozdik. Endi jo'natamiz. Xo'sh. SKni menimcha sezib qoladi-yu. Xo'sh, SK aytdim-ku, ana SK deyapti. Endi biz hammasini o'chiramiz va SKni yozamiz. Spawn Kill. Bo'ldi do'stlar. Ana endi javobini kutamiz do'stlar. MG opishi что значит deyapti. Ya'ni MGni to'liq holatda yoz deyapti. Shu paytda men ochig'ini aytsam, RPlarni to'liq variantini esimda yo'q edi, ya'ni varianti. Shuning uchun biz shu paytda не знаю deb qo'yamiz do'stlar. Stoyka свободная проходим. Xullas tushunadi, chunki men hamma savollarga javob berdim. Tushunadi menimcha. Ana boshida net informatsiya degim ham keldi, lekin не знаю deyman, chunki menda informatsiya bor, lekin biroz esimdan chiqqanligi uchun не знаю deyman. Xo'sh, endi nima derkan? Biroz kutamiz. Mana o'sha tanbeh oldik, ya'ni bildirishnoma oldik. Agar uchuvchi bo'lsa, atkaz berib yuborishi mumkin. Lekin uchuvchi olib atkaz olsam ham uyat bo'lardi. Shu paytda o'zim oqlash uchun bir nimalar deb yozyapti turgandim. U menga savol berib qoldi. Discord immitsiya deyapti. Ya'ni Discord bormi deyapti. Da, bor, ya'ni mavjud deyapman. Immitsiya deyapti. Xo'sh, shu paytda bu ya'ni Discord bormi deb turib, rolingiz bormi deb so'rab turib, bu tekshirarkan biroz. Immitsiya подавать rol deyapti. Shu paytda o'zimni xuddi ruschani biladigandek qilib ko'rsatib yozaman. Ya'ni сейчас нету deyman, ya'ni rol aytyapman. U meniya deb. Bu paytda bu AFK bo'lib qoldi. Ya'ni bu hozir tekshiryapti bizni, ya'ni meni tekshiryapti rolimni, ya'ni va Discord'im mavjudligini tekshirib o'tyapti. Shu paytda iloji boricha birovga yozmay, Yalosovoyda turmasdan shu payt o'yindan ham chiqib ketib qolmanglar, chunki sizlarga atkaz bermagan bo'ladi do'stlar. Va do'stlar, mana biz kirdik ishga.
tabriklashinglar mumkin deb qolaman. Va do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman do'stlar.